Farzandki mana Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida antimigratsion reydlarga qarshi norozilik aksiyalari o'tkazilmoqda. Juda ham ko'p. Ijtimoiy tarmoqlardagi videolarda ko'ryapmiz. Holat yaxshi emas. Hattoki Kaliforniya shtati gubernatori Gavin Newsom rasman Donald Trump ma'muriyatidan Milliy gvardiyani olib chiqib ketishini so'ragan. Demak, ushbu shtatga, Kaliforniya shtatiga 2000 nafar Milliy gvardiya askarlari kiritilgan. Bunda savol Fazlniki birinchi navbatda nega aynan Kaliforniya? Nega aynan Kaliforniya? Va Milliy gvardiyani bir shtatga kiritilishi Amerika Qo'shma Shtatlarida nimani anglatadi? To'g'ri, G'artxo'jaga bilasiz, Amerika endi butun dunyoga har doim yangiliklar bilan, o'zini bo'layotgan jarayonlar bilan har doim qiziqtirib kelgan birinchi mamlakat deyish mumkin dunyoda. Hozirgi bo'layotgan jarayonlar ham tabiiyki juda ham jiddiy tahlil qilinyapti. Lekin bunga biroz e'tibor berilayotganligini boshqa sabablardan boshlasak bo'ladi. Bu albatta balkim yana gaplashamiz buni. Elon Musk va Trump o'rtasida bo'layotgan jiddiy muvozanat buzilishi va jiddiy ikkalasi o'rtasida tortishuv xuddi mana shu bo'layotgan norozilik kayfiyatlariga diqqat e'tiborni birdan qaratdi. Buni bir qancha sabablar bor tabiiyki. Endi albatta Trumpning prezidentlikka kelishining eng asosiy sabablaridan bittasi, uning saylanishining sabablaridan bittasi, eng kattasi tabiiyki bu migratsiyaga qarshi kurashish, ya'ni noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish va Amerikani tozalash bulardan siyosatini olib borgani unga juda ham jiddiy yutuq olib keldi va bir qatorda shu bilan o'zini siyosatini jiddiy shaklda shu shaklda olib boryapti. Endi haqiqatan ham Amerikada keyingi paytlarda bunday munosabatlar, bunday jarayonlar tez ko'rinadigan bo'ldi. Amerikani o'zi zotan migrantlardan tashkil topgan bir davlat. Lekin shunday paytda Trump olib borayotgan siyosatning shu paytgacha bo'layotgan ichkarida bo'layotgan muammolarning aksi ko'rinyapti. Ya'ni migratsiya to'g'ri, Amerika bir migratsiya mamlakati, lekin u yerda keyingi paytlarda noqonuniy migratsiyaning, hattoki mana Trumpning o'zi ham bir juda ham qiziq so'z ishlatdi. O'zga sayyoradan kelgan ruxsatsiz kelgan kishilar deb ishlatyapti ular. O'zga sayyoradan kelgan ruxsatsiz kishilar deb hatto kulgili bir ibora ishlatdi. Endi buni nima uchun bunday to'polonlar yoki bunday noroziliklar kuchayib boryapti? Aslida o'sha aytib o'tdik, Gavin Newsom aytdiki, Trump bizga aralashmaguncha bizda muammo yo'q edi. Ya'ni bu 2000 ta o'sha yerga Milliy gvardiyani olib borganligini sababini aytib o'tyapti. Bu paytgacha muammomiz yo'q edi. Ular kelgandan keyin juda jiddiylashib ketdi bu muammo. Biz o'zimiz buni hal qila olardik degan bir gapni aytib o'tyapti va keyingi paytda bu jarayon juda ham tezlashyapti. Mana bugungi olingan xabarlarga ko'ra Trump yana 800 ta dengiz piyoda qo'shinlarini jo'natgan u yerga. Ya'ni Trump bu yerda juda ham qattiq turibdi bu masala bo'yicha. Hatto hozir kelishdan oldin ham ko'ryapman, uning bayonotlarda shundayki, Newsom sizni nima sudga bermoqchi bu qilayotgan harakatlaringiz bo'yicha dedi. Yo'q dedim. Men aksincha uni sudga beraman. Agar bunday bo'sh odamlarga berilib qo'yadigan bo'lsa, mana ahvolni ko'ryapsizlar deb siyosiy ochko olish uchun bundan juda ham jiddiy foydalanyapti. Aytish mumkin, ya'ni bu Trump mediyasi buni o'ziga ochko sifatida ishlatyapti. Lekin haqiqatan ham aytib o'tish kerak, Amerikada migratsiya masalasi bo'yicha juda ham jiddiy kamchiliklar bor. Bu Amerikaning va Amerika qonunchiligining keyingi paytlarda bo'shliqlar yaratib mana shundan foydalanayotganlik. Mana Meksika tarafdan kirayotgan. Masalan, nima uchun Kaliforniya deyapmiz? Chunki Kaliforniya agar tadqiqotlarga qaraganda bu haqida ko'pchilik biladi ham. Kaliforniya o'zi bir katta davlat. Ya'ni u yerda dunyoning bir qancha davlatlaridan agar bu tadqiqotda o'qigan edim, agar jiddiy shaklda u alohida mamlakat chiqadigan bo'lsa, dunyoning ikkinchi eng boy mamlakatiga o'rindosh bo'lgan mamlakat sifatida turibdi Amerikadan keyin. Tabiiyki u yerda juda katta ish kuchi potensiali bor va u yerda istesmi yo'qmi bunday noqonuniy migratsiyaning ham avj olib ketganligini ko'rish mumkin va Meksika bayroqlarini ko'tarib yurgan va bu joylar Meksikaga tegishli degan harakatlar ham ko'ryapmiz u yerda. Amerika bayroqlarini yoqish, Amerika o'sha xavfsizlik kuchlarining va politsiyalarning mashinalarini yoqib yuborish, xizmat mashinalarini yoqib yuborishni ko'ryapmiz. Ya'ni ahvol biroz jiddiy. Lekin bu bilan Amerikada nimadir o'zgaradimi desangiz, agar yo'q, Amerikada o'zgarish qiyin. Bu potensial bilan Amerikaning ichki siyosatiga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Bu juda ham qiyin masala. Ayni paytda mana shunday bo'layotgan jarayonlarning bu G'artxo'jaki nimaga o'xshaydi? Mana bu zaif zanjir bo'ladi-ku.
Trampga juda ham qo'l kelyapti bu zaif zanjirlik. Ya'ni migratsiya bilan bo'layotgan munosabat va migratsiya orqali o'sha aksiyalarni olib borayotgan norozilik kayfiyatlarini kuch bilan bostirish bu Trampga faqat siyosiy foyda beryapti ayni paytda. Mana shu narsa Amerika mediasi va tashqi tarafdan kuzatganimizda bundan Tramp juda ham jiddiy foydalanayotganini ko'rish mumkin. Lekin bunday norozilik kayfiyatlar bundan keyin yana davom etadi degan fikrdaman, chunki bu qattiqqo'llik bilan olib borilayotgan hozirgi migratsiyaga qarshi kurash Tramp tarafidan, ya'ni qaysi nuqtaga olib keladi, natijaga olib keladi, bu Amerikada ko'rish mumkin. Chunki Gavin Newsom aytib o'tdiki oxirgi nimasida, siz qilayotgan harakatlar hammasi antidemokratik va Amerikaning olib borayotgan, shu paytgacha olib borayotgan siyosatlariga zid degan bayonot berdi va ikkalasining o'rtasida ham so'zli tortishuv juda ham jiddiy bo'lyapti, bahs bo'lyapti. Juda ham qiziq kuzatyapmiz hozir qanday natija bilan tugaydi, chunki Amerika o'zini hatto mana o'shani jarayonni yoritayotgan jurnalistlarga ham hatto rezina o'qlar bilan hujum qildi. Bu ham dunyo matbuotida ko'rindi. Buning natijalarini ko'ramiz. Lekin Amerikaning ayni paytda Trampning o'zining harakati uchun foyda. Ya'ni ichki siyosatda foyda bu. Fazlin aka, bir qiziq holatni kuzatish mumkin. Masalan, Rossiyada ham mana shunday aksiyalar, mitinglar o'tkazilgan va ularni tarqatilishida Rossiya hukumatining kuch ishlatishi va hokazolar juda qattiq tanqid qilingan. Aynan Yevropa umuman g'arb tomonidan juda qattiq tanqid qilingan. Lekin ko'ramizki, agar Amerika Qo'shma Shtatlari yoki yana boshqa bir g'arb mamlakatlarida deylik mana shunday aksiyalar qandaydir deylik bir tizgindan chiqib ketadigan bo'lsa, ularda ham kuch ishlatish bo'ladi. Albatta. Bu qanchalik demokratik unda? To'g'ri, G'ayrat aka, bizda demokratiyani oldin ham bir necha marta gaplashganmiz. Demokrat biroz noto'g'ri tushunish bor, lekin demokratiyaning bir qancha ko'rinishlari dunyo bo'yicha kuzatishimiz mumkin. Bular haqida tadqiqotlar bor. Mana masalan Yaponiyaning o'ziga xos demokratiyasi bor, Janubiy Koreyaning, Singapurning, ba'zi Janubiy Osiyo davlatlaridagi mamlakatlarda, Yevropadagi mamlakatlarning har birining o'ziga xos demokratik yo'llari bor. Shu navbatda albatta Amerika o'zini demokratiyaning otasi sifatida ko'rsatishni xohlaydi har doim, lekin tartibsiz bo'lib ketgan joyda demokratik usullar bilan kurashish biroz qiyin bo'lishi mumkin. Ayni paytda bu o'sha mamlakatdagi muvozanatni izdan chiqaradigan bo'lsa, har qanday davlat o'zida tartib bo'lishini xohlaydi va bu tartib asosida ishlashni xohlaydi. Aslida Amerikadagi hozir bo'layotgan jarayon haqiqatan ham o'sha Gavin Newsomning o'sha merning aytganidek Amerikadagi jarayonlarga anti-amerikanizm, ya'ni Amerika ichki siyosatidagi haqiqatan ham noto'g'ri ketayotganini aytyapti. Bu to'g'ri, qonundan ham noto'g'ri. Ya'ni Amerikada bunday askarlarning kirgizilishi nima uchun kerak bo'ladi? Haqiqatan jiddiy tashqi tarafdan xavf tug'ilgan paytida yoki o'sha hudud o'zini tamoman boshqaruvini yo'qotgan paytida yoki ichkarida o'sha zero deydi, yoki 0 darajaga tushgan paytida, ya'ni o'sha yerdagi qarshilik 0 darajaga tushgan paytida hukumat mana shunday yoki prezident mana shunaqa qaror olishi mumkin. Lekin hozir bularning bu yerda birortasi ham yo'q va Tramp mana shunday harakat boshladi. Ya'ni Fazlin, siz aytmoqchisizki, Milliy gvardiyani kiritishga AQSh prezidentida asos yo'q edi. Asos yo'q. Hech qanaqa asos yo'q. Hech bir tarkibda asos yo'q hozir. Ya'ni bilasiz, Amerikada o'zining hududlarida ichki potensiallarida o'zining muammolarini o'zi hal qilish immuniteti shakllangan. Lekin mana shu Meksika atrofidagi hudud shtatlarda ba'zan mana shunaqa muammolar ko'rinib turadi. Hattoki o'sha Texasda Amerika bayroqlarini emas, Texas bayroqlarini ilib qo'ygan xonadonlar ham juda ham ko'p. Ya'ni borib ko'rganlar o'sha yerda hatto YouTuberlarni ham ko'rishimiz mumkin. Hatto ular ko'rsatishadi, Amerikani tan olishmaydi, Amerikani qonunlarini ko'pincha tan olishmaydi. Lekin u yerda berilayotgan ovozlar Amerikada tarkibida qolish uchun ko'proq foiz bo'lgani uchun haligacha qolib turibdi. Xuddi mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Trampga xos bo'lgan siyosat olib borilyapti bu yerda. Rossiyani biz tushunishimiz mumkin. Rossiya bunaqa jarayonlarda real kuch ta'siri bilan harakat qilib, real kuch ta'sirida o'ziga natija ko'rsatadigan mamlakat. Lekin Amerikadagi bunday munosabatni kutish juda ham qiyin edi, lekin amalga oshyapti. Ular ham shunday ko'rsatyapti. Lekin yana aytib o'tishim mumkin, masalan, o'zim ko'pincha hazil qilib aytaman, agar men amerikalik bo'lsam, Trampni albatta qo'llab-quvvatlayman. Chunki har bir davlatga migratsiya bo'yicha ham, boshqa masalalar bo'yicha ham tartib kerak. Tramp buni tabiiyki o'zidagi hozir vakolatlardan foydalanib, u mana shunday qanday kuch bosim bilan
bu narsalarni yechishga harakat qilyapti. Buni natijalarini yana ko'ramiz. Ya'ni bu demoqchi bo'lganim tartib uchun harakat deyish mumkin. Tramp tarafidan tartib uchun bo'layotgan harakat deyish mumkin.